Odamning bahosi bormi? Bahosi yo'q. Lekin bir odam otdan yiqilib yotibdi. Uni agar ota-onasidan narxini ayt desang, dunyoni bersang ham bermaydi. Lekin sen arzimas bir matoh deb, bir taka deb ustiga olib ketyapsan. Lekin ikki tortishyapsan, 100 ming so'm pul qo'yilgan. Piyoda turgan mulsablarni urib ketyapsan. Sen shunchalik insonmi? Ha? Bizdan shunchalik iymon yechib olib qo'yildimi? Biz shunchalik shunda qabohat bo'lib, ichimizda qora bosib, mahor bosib, kofirdan yomon istiqlayotgan inson bo'ldikmi biz? Ey, hammang borganda fikr qilgin. Ey, savol ber. Biz mo'min musulmon qanaqa inson? Bir insonni qo'lini sindirib ketyapsan, urib o'rtasidan, uloqda ham tartibi bor, qoidasi bor. Birovni chappa tortib ketyapsan, u bo'yni bilan tushib o'ylatgan darajaga boryapti. Shuning uchun o'ylab ko'r, odam bebaho narsa. Odam arzimas bir aravakash bo'lsa ham u kimgadir kerak. Kimdir uni kutyapti, kimdir farzandi uyda kutyapti. Uni ota-onasi senga o'xshagan millatga almashtirmaydi. Ana inson qanday qadrli. Dunyo mash'ul qo'yilgan to'ylar bo'lyapti. Qara, Qashqadaryoga qara, qara Samarqandga qara. Odam yiqilgandan keyin choppa sovrin deydi, hamma jim bo'ladi. Surxondaryo shunaqa joymi? Surxondaryo shunday buyuklarni dunyoga keltirgan joy. Allomalarni, olimlarni dunyoga keltirgan joy. Biz shunchalik ochmizmi? Ochligingni bildirib qo'y. Telefon ko'rib, butun dunyo senlar ochligingni ko'rib isbotlayapti. Shuning uchun duo qilaylik, o'rtamizda iymonli, insofli, vijdonli insonlar ko'paysin. Ey Parvardigor, o'zing rahmat yomg'irlaringni yog'dirgin. Ey Parvardigor, bizlarning gunohimiz tufayli jazoni qattiq berma. Oralarimizda duosi qabul bo'layotgan insonlar bor. Parvardigor shularning duosi qabul bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Mana shu bugungi to'ylar ham Parvardigor qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Serfarzand serdavlat bo'lsin. Birovimizga bo'lgan oqibat ko'tarilmasin. Allohumma ahfazna ya Fayyaz min jami'i balayozi amroz. Ya akramal, ya akramin, ya hayran nasirin. Rahmatka. Allohu akbar. Insof bersin senlarga. Amin. Allohu akbar. Ey rahmat.